Zakat doğruluq 20 sualga cevap. Abduri Muhammed Yusuf. Birinci sual. Zakat bergichining zakat aluvchiga uning zakat ekanligini bildirishi shartmi? Javob. Zakat bergichining zakat bergan vaqtida uni aluvchiga bu zakatdir deb uning zakat ekanligini bildirishi shart emas. Balki ko'nglida zakatni niyat qilib turib, uni hadiya yoki yordam nomi bilan atab bersimi zakat ado topadi. Şoňa zakat alğuçylaryň yüzini qızartmaslyk we ularning abroýyny qoğdaş ýüzünden onuň zakat ekanligini bildirmesimi bolady. Amma zakat bergiçi zakat alğuçynyň rastynla zakat ilişga haqlyk bolgan kişilerden ekanligini aniq bilmese, bunu biliş we baýny kembagal dep oýlap qylyp zakatny tegişik bolmagan ýerge berip goýmaslyk üçin onu zakat alğuçydan sorusy bolady. Bundaq ahvalda eng yaxşısı o kişinin özünden emas, belki başkalardan, yana qoşunlardan yoki tuqqanlardan so'rab bilishdir. İkinci, birovni faqir deb o'ylab zakatni uningga berib bo'lgandan keyin uning faqir emasligi o'ttirga chiqqan bo'lsa, uningga berilgan zakat ado topamdi. Javob. Aslida zakat berishda uning haqliq bo'lganlarni aniqlab, tepib shularga berish orqali zakat farzini ado qilish farzdir. Şoňa Allah Taala musulmonlarni zakat berishga buyurgan oyatlarda zakat beringlar demasdan zakatni ado qilinglar deb ko'rsatgan. Buning ma'nosi zakatni uningga haqliq bo'lgan shaxslarni tepib, shularga yetkazib berish orqali bu farzni joyida ado qilinglar deganlikdir. Buningga binoan zakatni qandaqli birsiga berish bilan farz ado topmaydi. Balki zakatga haqliq bo'lganlarni izlab tepib, shularga berish orqali zakat farzi ado topgan bo'ladi. Ammo zakat bergichi birovni faqir deb tunib, zakatni uning bergandan keyin zakat alg'uchining faqir emasligi o'ttirga chiqqan bo'lsa, zakat bergichining zakatni bergan vaqtidagi uni faqir deb bilgan e'tiqodi e'tibor bilan uning bergan zakati joizdir. Bundaq zakat ado topadi. Bu vaqtda zakat bergichining qayta zakat berishiga hojat yo'q. Bergan zakati ado topgan bo'ladi. 3-savol. Qarzni zakat hisoblashga bo'lamdi? Javob. Birovning boshqa birsida qarzi bo'lib, qarzdorning faqirligi sababli qarzni to'layolmagan bo'lsa, bu qarzni qarz egasining zakatga hisob qilishiga bo'lmaydi. Bunday qilsa zakat ado topmaydi. Chunki zakatni ado qilguvchining uni bergan vaqtda zakatni niyat qilishi shartdir. Halbuki qarz bergichi qarzni bergan vaqtda zakatni niyat qilgan emas, balki qarz niyati bilan bergan bo'lganlikdan keyin uni zakatga hisoblashga bo'lmaydi. Bu masalani hal qilishning eng to'g'ri usuli shuki, zakat bergichi zakatni atag'inni qarzdorga berib, zakatini ado qilib bo'lib, ondan undan qarzini so'rsa va olsa bo'ldi. Chunki bu usul bilan qarzdor pulga ega bo'lgan, ondan ega bo'lgan bu puldan ustidan qarzini ado qilgan bo'ladi. 4-savol. Qandaq narsalarga zakat kelmaydi? Javob. İslam dini kishilarning normal ehtiyojlari uchun kerakli bo'lgan narsalardan zakat berishni farz qilmadi. Faqat normaldagi ehtiyojning sirtidagi pul molning zakatini ado qilishga buyurdi. Buningga binoan aytamizki, kishining o'zi va oilasidagilar qo'llanayotgan mashinalarga, o'zi va bolalar o'ltirayotgan uy imoratlariga, ayoli, qizlari va kelinlari ishlatayotgan oltin yoki kumushdan yasalgan zinnat buyumlariga, uy jihozlariga, hunar asboblariga, kitob materiallariga va o'zi oilasining ehtiyojlari uchun ishlatayotgan ashyolarga zakat kelmaydi. Yuqoriqilar qanchalik qimmat baholiq ashyolar bo'lsin, ishlatayotgan ekan, ularga zakat kelmaydi. 5-savol. Tijorat mollarining zakati uchun bu mollarning qimmatini berish kerakmi yoki o'zinimi? Javob. Tijorat mollaridan zakat bergichi mollarning o'z jinsidan berish yoki ularning qimmatini berish ixtiyoriga egadir. Masalan, un, may, guruch, shakar, tuz qatorliq yemek moddalarini, kiyim-kechak, raxt material qatorliq buyumlarni sotadigan kishi faqirlarning ehtiyojiga qarab, ularga bularning hammasidan yoki ba'zisidan bersin bo'ladi, yoki bularning xalq pulidagi qimmatini bersin bo'ladi. Muhim bo'lgani ehtiyoj egalarining ehtiyojlariga munosib holda ularga ehtiyojli narsalarni berishdir. 6-savol. Kichik bolalarga zakat berishga bo'lamdi? Javob. Kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin, har qanday yetimga zakat berish joiz bo'lgandek, otasi faqir bo'lgan kichik bolalarga zakat berish joizdir.
Ammo ota-onasi boy bo'lgan kichik bolalarga zakot berish joiz emasdir. Chunki bundaq bolalar ota-onasining boylik e'tibori bilan boy hisoblanadi. 7-savol. O'zi yosh, ishlashga qodir kishilarga zakot berishga bo'lamdi? Javob. Ehtiyoj egalaridan ishlashga kuchi bor o'zi yosh kishilarga zakot halol emasdir. Payg'ambar alayhissalom zakot boylarga va ishlashga qodir kishilarga berilmaydi deb ko'rsatgan. Kuchi bor yoshlarga zakot berishning ma'ni qilinishdagi sabablarning biri kishilarni ishlamasdan yetib olishga, g'ururlikqa ko'ndirib qo'ymaslik uchun bo'lsa kerak. Chunki ba'zi tayyor toplar uchun g'ururlik hasaldek tatliq, ishlash bo'lsa zahardek achchiq tetiydi. Mundaqlar yordamga ehtiyojli bo'lsa-mu, bularga zakot berilmaydi. Bizning dinimiz ishlashni ibodat qatoridan sanab, uningga savob beradigan, g'ururlikni qat'iy yoqtirmaydigan bir ilg'or dindir. Ammo o'zi yosh va kuchim bor, biroq ishlaydi-desa ish topolmagan yoki ishlasimi topganlar bilan oilasining ehtiyojlarini qamday olmagan kishilarga zakot berishga bo'ladi. Shuningdek, kasallik sababidan ishlaydigan yoshlarga ham zakot berishga bo'ladi. 8-savol. Tuqqanlarga zakot berish bo'lamdi? Javob. O'zining ota-onasiga, bobo-momlariga, bolalariga, navirlariga, chavirlariga, xotinlar bir-biriga zakot berishga bo'lmaydi. Chunki bularga berilgan zakot pul qabul bo'lmaydi. Ammo o'zining qarindoshlariga, tog'a aka, tog'a achilarga va boshqa tuqqanlarga agar ular faqir bo'lsa zakot berish joizdir. O'zining faqir tuqqanlarga zakot berish ham sadiq berganlik, ham tuqqandarchilikni davomlashtirganlik hisoblanib savobi ko'p bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom faqirlarga berilgan zakotning savobi bo'ladi. Faqir tuqqanlarga berilgan zakotda ham zakotning ham tuqqandarchilikni davomlashtirganlik savobi bor deb ko'rsatgan. 9-savol. 1 yoki 2 yillik zakotni oldin berish joizmi? Javob. 1, 2 va undan ko'proq yilning zakotini oldin berish joizdir. Chunki bu yaxshi ishlarni qilishga oldirganlikdan sanalib, uning savobi ortiq bo'ladi. Xususan musulmonlarning beshiga yer davrash, sel ofati, qurg'oqchilik, vabo qatorliq falokatlar kelgan vaqtda musulmon boylarning bir qancha yillik zakotlarini oldin berishi afzaldir. Chunki zakotning farz bo'lishdagi sababi ehtiyoj egalarining holatlarini ravo qilishdan iborat bo'lgan ekan, mushundaq yordamga ehtiyoji bo'lgan xalqliq payti qilingan yordamning savobi albatta katta bo'ladi. 10-savol. Bankining cheklari va kartlariga naqd pulga o'xshash zakot kelamdi? Javob. Bankidan naqd pulning o'rniga berilgan cheklar va kartlarga albatta zakot keladi. Chunki ular naqd pulga o'xshashdir va naqd pulning o'rnida turadi. Bularning zakoti naqd puldan berildi. 11-savol. Bankining o'simini zakotga hisoblab berishga bo'lamdi? Javob. Bankining o'simi jazonidir. Jazoni paskina va haromdir. Payg'ambar alayhissalom Alloh pokdir, u faqat pok bo'lganlarni qabul qiladi degan. Ya'ni haloldan berilgan zakot va sadiqlarni qabul qiladi deganlikdir. Alloh taolo Qur'on Karimda sizlar o'zinglar yaxshi ko'rgan narsalaringlardan bermaycha yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar deb ko'rsatgan. Jazonidan iborat mundaq harom mol o'zi ishlatishga halol bo'lmagan yerda uni boshqalarga yegizishmi halol emas. Chunki haromdir. Uni zakotga hisoblab berishga texim bo'lmaydi. Shuningdek, harom yo'llar bilan topgan harom pullarni zakot yoki sadiq hisobida berish haromdir. U qat'iy qabul qilinmaydi. 12-savol. Ba'zi kishilar naqd pullarni saqlash uchun bankada qo'yishga majbur bo'lib qoladi. Ondan uningga o'sim keladi. O'simning haromligi aniq. Undaqda o'simni qanday qilish kerak? Javob. O'limalar bankining o'simini qanday qilish haqida mundaq 4 yo'l borligini bayon qildi. 1. O'zi xajlash bo'lib, bu halol emas. Chunki o'simni yeyish eng og'ir gunohlardan sanaldi. U harom bo'lgandimi eng qattiq haromlarning biridir. 2. Bankida iyon hisobida qoldirish bo'lib, bu joiz emas. Chunki bankida qoldirib jazoniga yordam berish og'ir gunohlardan sanaldi. 3. Sadiq hisobida faqirlarga berish bo'lib, bu to'g'ri emas. Chunki harom mol sadiqaga yaramaydi va Alloh taolaning dargohida qabul bo'lmaydi. 4. Zakot yoki sadiqa niyati bilan emas, faqat qo'ldagi bu harom puldan qutulish uchun uni biror faqirga badalsiz berib o'tishdir. Yuqorqi 4 yo'lning oxirgisi bilan bu haromdan qutulishga bo'ladi.
Chunki islom nazarida harom ikki turlik bo'lib, biri harom ayni, yana biri harom hukmidir. Harom ayni o'z zoti e'tibori bilan harom qilingan haroq, cho'chqa go'shtiga o'xshagan haromlardir. Ammo harom hukmi o'z zot e'tibori bilan emas, balki muomala e'tibori bilan harom bo'lgan o'sim, o'g'irlangan molga o'xshagan haromlardir. O'sim o'z zot e'tibori bilan harom bo'lmasdan, balki muomala, ya'ni jazoni qilish bilan harom bo'lgan puldir. Chunki pul degan o'z zot e'tibori bilan aytganda bir qog'oz deganning haloli va harom bo'lmaydi. $10 pulni siz ishlab topgan bo'lsangiz, u siz uchun haloldir. Agar siz shu 10 yuan pulni jazoni qilib yoki o'g'irlab topgan bo'lsangiz, u pul siz uchun haromdir. Shuning o'xshash unumni biror peqirga badalsiz berganda, u olg'uchi uchun halolga aylandi. Uni berguchi kishiga savob yoki gunoh bo'lmaydi. Faqat qo'lidagi o'simdan iborat harom puldan qutulgan bo'ladi. Hozirgi zamon muzdahid olimlaridan doktor Yusuf al-Qardaviy bu masala to'g'riliq to'xtalib, bankining o'simini o'z ishlatmasdan boshqa hojatmanlardan birarsi xajlasa uning halol bo'ladi. Chunki jazoni muomalasini qilgan odam u emas. Qisqasi o'simning egisining foydalanishi harom. Ammo badalsiz holda boshqasiga beribsa, uni olgan kishi uchun u haloldir deydi. 13-savol. Zakat berish shartiga to'shib, zakat farz bo'lgandan keyin halok bo'lgan molning zakati saqit bo'lamdi? Javob. İmam Azam Abu Hanifaning qarashicha, zakat berish shartlari to'liq bo'lgandan keyin egisi tarafdan qasddanlik bo'lmagan holda halok bo'lib qo'ldan chiqib ketgan pul molning zakati saqit bo'ladi. Ammo İmam Ahmadning qarashicha, shartlar to'shib farz bo'lib qolgan mol qaysi bir sabab bilan halok bo'lgan bo'lsin, uning zakati saqit bo'lmaydi va egisining zimmasida qarz hisobida qoladi. Hozirgi zamon o'limalari bu masalada ikkinchi mazhabning qarshiga amal qilishni kuchli deb sanaydi. 14-savol. Zakat uchun ayrilgan pul mol zakat olish haqli bo'lgan kishilarga yetkazib berishdan burun halok bo'lgan bo'lsa, qanday qilish kerak? Javob. Bunda holatda zakat qaytib berildi. Chunki berilgan zakatni ayirganlik zakatni ado qilganga yetmaydi. Balki uni zakatga haqli bo'lganlarga yetkazib berish bilan zakat farzi ado bo'ladi. 15-savol. Ota-onasi boy bo'lsa-mu, o'zi muhtojlikda qolgan kishiga zakat berish bo'lamdi? Javob. Garchi ota-onasi boy bo'lsa-mu, ularning boyligidan foydalanishdan mahrum qolgan faqir kishiga zakat berish joizdir. Shuningdek, eri boy bo'lsa-mu, uning boyligidan mahrum bo'lgan va muhtojlikda qolgan ayol kishiga mu zakat berish joizdir. 16-savol. Balasi boy bo'lsa-mu, o'zi muhtojlikda yashaydigan odamga zakat berish joizmi? Javob. Balasi boy bo'lsa-mu, uning yordamiga erisholmagan va faqirlikda yashaydigan odamga zakat berish joizdir. Chunki bundaq kishi balasining boyligi e'tibori bilan boy, ammo o'zining muhtojligi va balasining boyligidan mahrumlik e'tibori bilan faqirning qatoridan sanaldi. 17-savol. Zakat olg'uchi faqirning taqvodor, diyonatli kishilardan bo'lishi shartmi? Javob. Zakat ilishga haqli bo'lishining sharti zakat olg'uchining musulmon va ehtiyoj egasi bo'lishidan iboratdir. Ammo zakat olg'uchining taqvodor yoki fosiq bo'lishi surishti qilinmaydi. Agar uning zakat olgan pul molni aroq ichish, qimor o'ynash, nasha yoki tamok chekish o'xshash harom ishlarga xarjlaydiganligi aniq bilgan kishining uning zakat berishi to'g'ri emas. Chunki bunday qilish gunoh maisiyatga yordam berganlik qatoriga kirib qoladi. Ammo uningga berilgan zakat pulini harom ishlarga xarjlaydiganligini gumon qilgan yoki ishonchsiz kishilarning eg'izdan bilgan taqdirdami zakatni uningga berish joizdir va bu zakat ado bo'ladi. Chunki gumonga va ishonchsiz kishilarning ig'volariga tayanib ish ko'rish bizning dinimizda cheklangan. 18-savol. Islomda zakatdan boshqa yordam vositalari qaysilar? Javob. Zakatdan boshqa yordam vositalari nihoyat ko'pdir. Sadiqa, xolisona yordam, tuqqandarchilikning haqqini berish, xayr ehson qatorliq atalg'ular ostida buyurilgan yordam vositalari buning misoli. Allah Taala o'z hikmatiga asosan musulmonlarga zakat va tuqqandarchilikning haqqini berishdan iborat majburiy yordam vositasini buyurish bilan birga sadiqa, xolisona yordam, xayr ehson qatorliq ixtiyoriy yordam vositalarini buyurish orqali musulmonlar jamiyatining birlik, barobarlik, qarindoshlik ichida gullab yashnashini maqsad qilgan. İslam dini musulmonlarning o'zaro yordam qilishni iymonning kerakli moddalaridan qilib belgilagan. Hatta Peygamber aleyhisselam
Qo'shnisining och yotganligini bilib turib, uni to'yg'izmasdan o'zi to'q yotgan odam musulmon emas deb ko'rsatgan. 19-savol. Tuqqandarchilikni davomlashtirish degan nima? Javob. Tuqqandarchilikni davomlashtirish yoki sila rahim, urug' tuqqanlarga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qilish deganlikdir. Tuqqandarchilikni davomlashtirish Alloh taolaning amri bo'lib, uni tark etish cho'ng gunohdir. Alloh taolo Qur'on Karimda Allohga bergan va'dani mustahkamlagandan keyin buzganlar, yer yuzida buzg'unchilik qilganlar, Allohning tuqqandarchiligini davomlashtirishdan iborat amrini o'rindamaganlar. Ani shular la'natga duchor bo'ladi va ularning oxiratdagi yomon bo'ladi deb ko'rsatgan. Payg'ambar alayhissalom tuqqandarchilikni tark etgan odam jannatga kirmaydi deb ko'rsatgan. 20-savol. Zakat berishning farz bo'lishiga yetarlik shartlar to'liqlanib bo'lgan pul molning zakatini vaqtidan kechiktirish joizmi? Javob. Zakatning farz bo'lishi uchun yetarlik miqdorda pul molga ega bo'lganning hijriya hisobida to'liq 1 yil o'tgandan keyin uning zakatini darhol ado qilish farz bo'lib belgilandi. Chunki namozning vaqti kirgan hamon namozni ado qilish farz bo'lgandek, zakatning shartlari to'liqlanib ado qilish vaqti kelgan hamon kechiktirmasdan ado qilish farzdir. Zakatni uzrsiz kechiktirgan odam gunohkor bo'ladi. Uqba ibn Harisdan rivoyat qilindiki, bir kuni payg'ambar alayhissalom bilan asr namozini o'qigandim. Payg'ambar alayhissalom namozdan salom berib bo'lib, nihoyat aldirab uyga kirib ketdi va bir oz vaqt o'tgandan keyin uydan chiqib yonimizga keldi. Bu vaqtda u o'zining aldirab uyga kirib ketganligidan ajablanayotgan masjid ahlini ko'rib ularga: "Uyda azroq xom oltinning borligini esimga oldim-da, uning bizda turib qolishini xolamadim. Shunga men aldirab uyga kirib, uydagilarni uni ehtiyoj egalariga taqsim qilib berishga buyurdim" dedi.